Yoshlar ishlari agentligi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamkorligida Ta'lim va kasb 2025 an'anaviy ko'rgazmasi tashkil etildi. Maktab bitiruvchilariga kasb-hunar o'rgatish hamda kelgusida o'qishni davom ettirish uchun oliy ta'lim muassasasini tanlashlariga ko'maklashish maqsadida o'tkazilgan ko'rgazmadan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Mazkur ko'rgazma 100 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari vakillari hamda minglab o'quvchi yoshlarni bir maydonga jamladi. Unda ishtirokchilar O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Tatariston, Belarus, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlari kabi rivojlangan davlatlarning oliy ta'lim muassasalari dasturlari, ularga o'qishga kirish, grantlar va o'zlari qiziqqan yo'nalishlar, mutaxassisliklar bo'yicha batafsil ma'lumot oldi. Jarayonda har bir oliygoh vakillari o'quvchilari bilan suhbatlashib, ular bergan savollarga javob qaytarishdi. Ko'rgazmada nafaqat abituriyentlar, balki ularning ota-onalari ham ishtirok etib, tibbiyot, pedagogika, muhandislik va IT kabi turli yo'nalishlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. 11-sinf o'quvchisi, bitiruvchi hisoblanaman va biz bu yerga keldik. Bu juda ham zo'r. Yuzlab institutlar, xorijiy, mahalliy universitetlarni ko'rdik va ulardan ma'lumot oldik. Kelajakda grafik dizayner bo'lmoqchiman, IT sohasida. Hozirda fizika, matematika, ingliz tili sohalarini yaxshi chuqur o'rganyapman. Ma'lumot uchun ta'lim va kasb ko'rgazmasi yurtimizning boshqa hududlari, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Urganch kabi shaharlarda ham tashkil etiladi.